Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Musofir shahrida yurgan aka opa singillarimiz diqqatiga. UzAvtoTrans avtobuslari qatnovda, davlat avtobuslari, kim shunaqa zamonaviy, zamonbop avtobuslarda, ishonchli avtobuslarda Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan ketmoqchi bo'lsa, ekrondagi nomerlarga murojaat qilinglar, tanlovda adashmanglar aka-ukalar, ogoh bo'linglar. Reyslarimiz har kuniga bor. Aka-ukalar mana 19:30 ga yuradigani bor, 18:30 ga, 15:30 ga yuradigani bor. Chunki biz chaqiramiz, hali ertaroq chaqiramiz, to'g'ri, qolib ketmasliklari uchun. Tanlovda adashib qolmanglar aka-ukalar. Aka, yo'qdimi avtobus? Ha, zo'r. O'zbekiston nomerdamikan aka? Da, O'zbekiston nomeri. Qozog'iston nomeri emas-a? Yo'q. Mana ko'pchilik ishonmayapti YouTube tarmog'ida ham aka. Nima deysiz? YouTubedan qidirib kelganman. YouTubedan ko'rib keldingizmi? Mana bor narsamikan shu? Ha, bor narsa ekan aka. Aka, nima deysiz mana? Bor narsani YouTubedan ko'rib keldik biz ham. O'zbekiston nomerdamikan mana? Ichida Toshkent o'tiribsiz. nomer 01. Aka, nima deysiz mana? To'g'ri gap. Ishonchli mana? Ishonchli. Aka, ishonchlimikan Ha, avtobus? ishonchli ekan. Tog'a, nima deysiz? O'zbekiston davlat nomerida ishonchli. Tog'a, siz ham YouTubedan ko'rdingizmi? YouTube'da ko'rdim, ha, YouTube'da ko'rib kelyapman. Kecha kech qoldingiz, mana pastda turibsiz, to'g'rimi? Hozir Ha. ikkinchi avtobus kutyapmiz. Aka-ukalar, ishonchlimikan mana avtobusimiz? Nima deysizlar, tavsiya qilasizlarmi? Tog'a, nima deysiz mana siz ham intervyuyopi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ismingiz? Abdulloh. Abdulloh. Молодец. Sizga mana ukaga shopirga kuch-quvvat bersin. Rahmat aka. Ishonchliimikan mana? Albatta. Vatandoshlarimiz ko'rib turibsizlar. Tanlovda adashib qolmanglar aka-ukalar, ogoh bo'linglar. Reyslarimiz har kuniga bor. Yuk masalasiga kelsa 60-70 kilo yuk olaverasizlar aka-ukalar. Hech qanaqa to'lov yo'q bu avtobuslarda, chunki davlat avtobusi. Dokument yo'q vatandoshlarimizga yo'lda rasxoti bo'ladi. Cho'ntagiga pul solib olishligini tavsiya qilamiz. Voditilimiz yordam berib olib ketadi. Avtobusimiz 2,5 kun yo'l yurib, Primoy Toshkent Sobrag'in avtovokzaliga kirib boradi. Sog' bo'linglar.